Bolaligida otasi bo'lib turib, ammo otadan mehr ko'rmagan qiz qanday ulg'ayadi? Birinchisi, hammadan sevgi qidiradi. Dunyodan sevgi qidiradi va dunyodan sevgi topolmaganidan keyin esa o'ylaydi, meni hech kim sevmaydi deya. Ikkinchisi, yaxshi qiz pozitsiyasida bo'ladi. Yo'q deya olmaydi. Yetarki men ha dey va dunyo meni sevsin deydi. Uchinchisi, uyat, umidsizlik, sevgisizlik, aybdorlik hissi bunday qizlarda juda ham kuchli bo'ladi. Otalar, sevaman deb ayting farzandingizga, qizlarga sizni sevgingizdan boshqa hech narsa kerak emas. Yuzlariga, ko'zlariga qarang va ayting, qizim, farzandim, men senga ishonaman, men seni sevaman deya. Va ko'rasiz, bunday qiz qanchalik muvaffaqiyatli va baxtli, omadli qiz bo'lib o'sadi. Va ota mehrisiz katta bo'lgan qizlar, sizga aytamanki, siz juda ham kuchlisiz. Boshqalarda yo'q kuch aynan sizda bor. Va unutmangki, siz